Aytadi bey. 79 kilo. 79 kilo kela mana. Do'stlar, go'shtiga ham, sifatiga ham qoplaydigan xudo xolasa qo'ziqo'chqorlarimiz kelgan. Shularni narx-navosi bilan bugungi videomizda sizlarni tanishtirib o'tamiz. Ma'ruf aka, ishlar zo'rmi aka? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ha, rahmat, xudo shukr. Bu qo'chqorlar o'zingizdan aka, xudo xolasa. Soni nechta aka? 37 bosh. 37 bosh, 10 oylik, 11 oylik deb aytdingiz, ha? Tish buzmagan hali. 10 oylik, 11 oylik qo'ziqo'chqorlar. Aka, bularni aytishingiz bo'yicha kamida bir 45 kilo go'sht chiqadi deysiz. 80 kilo, 82 kilogacha joyviska qildi. Joyvis- Joyvisini ham ko'rdi, bu yerda boshida qo'yib ko'rsatdik. Aha. Endi 45 kilodan kamaylanmaydi aka. Ha. Nasib organidan uyaltirmaydi. Urug'ga ham, kiloga ham, любой narsaga o'ynaydi. Boqishga ham. Xudo xolasa aka, hozir aytadigan narximiz go'shtiga ham juda bir arzon narxda bo'ladi, ha, nasib bo'lsa. Shunday akajon. Yeb-ichishlar zo'r, sog'liqlari joyida nasib bo'lsa. 100%. Aha. Narx-navosini necha pul qo'yaman deyapsiz aka? Bitta kelishtirib o'zimizning obunachilar uchun bitta chiroyli narx ayting. 5,5 milliondan musof tursin akajon. 5,5 million so'mdan xudo xolasa 5 ta 10 ta olamiz ham tayyorlarga shu narxda olib ketaversinmi? Kelishamiz. Gap yo'q. Akalar, xudo xolasa 5,5 million so'mdan olib ketaversa, go'shtiga ham hisoblaganda 6 milliondan o'tadi, lekin o'zimizning obunachilar uchun narxlar chiroyli bo'ldi akalar. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq qishlog'i. Ma'ruf akamiz nomerlarini pastda qoldirib qo'yaman. Bemalol telefon qilib savdosini bitirib olsangiz bo'ladi. 37 dan hammasini olamiz desa 12 ta viloyatga bonusga dastavka ham qilib beramizmi yo'qmi aka? Gap yo'q, yashang akalar. Bemalol pastda nomerlar chiqib savdosini bitirib olsangiz bo'ladi. Like bosib boshni o'g'irlab podressiya qilib tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Obuna bo'lgan har bir yurtdoshimizning uyida mana shunaqa qo'chqorlardan 300 bosh, 400 bosh bo'lish nasib qilsin do'stlar. Bemalol telefon qilaverasizlar.